Qizlarjonlar, sizlarniyam xo'jayininglar Vasmo elementi judayam yaxshi ko'radimi? Qaranglar, qanaqa hajmi katta bo'lgan shampun. Vasmo elementni oldinlari atirlari bo'lgan bo'lsa, hozirda ham atiri, dezodorantlari, posli britvalari, soqol olishda ishlatiladigan ko'piklari hamda tirnash xususiyatini yo'qotadigan tinchlantiruvchi kremlari hamda mana shunaqa shampun va gel dilya dushalari bor. Bu safar shampun gel dilya dushasidan xarid qildim. Sababi sotuvda bular ham. Bundan xuddi o'sha Vasmo elementda atiri hidini takrorlab beradi. Judayam zo'r, hajmi kattagina. Eng asosiysi mana bu yoqda halol sertifikati bor qizlar. Organizmga, sochiga yoki badaniga nojo'ya ta'sir, allergiya reaksiyalar bermaydi. Mazza qilib olib, duo qilib ishlatishadi. Buni xo'jayiningizga, aka-ukangizga, dadangizga sovg'a sifatida bersangiz ham judayam zo'r mahsulot. Narxi ham hamyonbop. Unaqa qimmat turmaydi. Xohlasangiz firmaga zakaz qilib, qizlarga zakaz qilib olishingiz mumkin. Istasangiz febrlikka o'zingiz a'zo bo'lib turib, bu narsa xarid qilsangiz bo'ladi. A'zo bo'lish tekin hamda bor yo'g'i 160 ming so'mga o'zingiz uchun, oilangiz uchun kerakli bo'lgan mana shunaqa dezodorantlarni, shampun gel dilya dushalarni hamda intim gellarni, penkalarni arzon narxda olib o'zingiz ishlatishingiz mumkin. Mahsulotlar hammasi sertifikati bor. Bemalol qo'rqmasdan ishlatsangiz bo'ladi.